tarix bu ota. Bu otamiz, ota. Ilm ham shu. Lekin adabiyot va san'at bu ona. Men uchun. Xurshid Davron 1952-yilning 20-yanvarida Samarqand tumanidagi Chordara qishlog'ida xizmatchi oilasida tug'ildi. 1969-yili Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakulteti kechki bo'limiga o'qishga kirib, kunduzi qurilish tashkilotlarida ishladi. Harbiy xizmatdan qaytgach, Yosh gvardiya nashriyotida muharrir, bo'lim mudiri, direktor o'rinbosari, Respublika Madaniyat va ma'rifat jamoatchilik markazi rahbari o'rinbosari, Respublika televideniyasida yoshlar, O'zbekiston kanallarida direktor vazifalarida xizmat qildi. Xurshid Davron Jaloliddin Rumiy, Anna Ahmadova, Marina Tsvitayeva va boshqa ko'plab shoirlarning asarlarini o'zbek tiliga o'girdi. O'zining ham she'rlari 40 dan ortiq jahon tillariga tarjima qilindi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron 1989-yilda Mahmud Qoshg'ariy nomidagi xalqaro mukofot, 1997-yilda Do'stlik ordeni, 2009-yilda xalqaro Oltin qalam milliy mukofoti bilan taqdirlangan. Xurshid Davronning qadrdon quyosh, shahardagi olma daraxti, tungi bog'lar, uchib boraman qushlar bilan, To'marisning ko'zlari, bolalikning ovozi, Qaqnus, bahordan bir kun oldin kabi she'riy majmualari, Bebi xonim, Samarqand xayoli, Sohibqiron nabirasi, Shahidlar shohi, Navoiy armoni nomli qissalar, badiyalar kitoblari nashr etildi. Shuningdek, Bobur Shoh, Boburning sog'inchi dramalari respublika teatrlarida sahnalashtirildi. Al-G'ul yoki Mirzo Ulug'bek dramasi asosida radio spektakl, televizion spektakllar yaratildi. Shuningdek, Temurnoma nomli 21 qismli teleserial, Jaloliddin Xorazmshoh nomli 5 qismli telespektakl, Buxoroiy Sharif film operasi, Ming bir rivoyat teleloyihasi Xurshid Davron ssenariylari asosida yaratildi.